Tushda patnis ko'rishning ta'birlari. Tushdagi patnis xodima ayolni bildiradi. Ibn Sirin aytadiki, tushdagi patnis hojatlari bor ayolni bildiradi. Agar tushida patnisi borligini ko'rsa, hojatlari bor kanizakka ishoradir. Ba'zilarning aytishlaricha, patnisi bor ekanini ko'rsa, kanizak sotib oladi. Agar patnisi sinib qolganini ko'rsa, kanizagi yoki xizmatkori o'lishi yoki qochib ketishiga ishoradir. Ja'far Sodiq aytadiki, tushdagi patnis 3 narsani bildiradi: xizmatkor ayolni, kanizakni, ayollardan yetadigan foydani. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.